Endi mana ekib ko'rib, nima xulosaga kelasiz? Xulosa inshaalloh bu yil mana shu urug'lardan ekamiz. Endi bu kasalga chidamli ekan, boshqa gibridlarga qaraganda ham hosildorligi yaxshi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozirlar hammiz Tojikiston Respublikasi Tursunzoda shahri, demak Obsharon mahallasidamiz. Bu yerda demak Sakata kompaniyasini Yava bolgarlari sinov tariqasida hozir ekib ko'rilgan Husan akam tomonidan. Assalomu alaykum Husan aka, hormang ishlar bilan. Assalomu. Husan aka, endi mana Samandar ukamizga yaqin joyda siz ham probaga ekilgan ekan. Umumiy maydonimiz bir necha sotuq? 30 sotuq. 30 sotuq joy. Demak 30 sotuq bu yerga mana probaga ekkanmiz hoziroq. Lekin yaxshi ekan. Bu taraf boshqa gibrid ekilgan. Boshqa gibrid ekilgan. Bu ekilgan sanasi qachon bo'lgan? Ekilgan sanasi dalaga chiqqani 15-mart edi. 15-mart kuni ekilgan. 14-15-mart kuni ekkanmiz. Demak, bu yerda kapilni orqali oziqa beriladi, kapilni orqali suv beriladi. Demak, do'g usulda dastlab plyonka bilan yopilgan, keyin setka bo'lgan. Hozir yana salqin tushgandan keyin yana plyonkaga olingan. Hurmatli kuzatuvchilar, real holat mana Yavani haligacha hosil beryapti. 14-mart bo'lsa, mana hozirgacha hosil berish jarayonlari davom etyapti. Mana qizilga ham chiroyli. Mana yuqorida hali gullar hosilda mana kelib olavering, hamma joyi shunday mana. Endi Husan aka, mana o'ng tomonimiz mana boshqa gibrid. Bular boshqa gibrid. Aytmaymiz, boshqa gibrid. Mana bu sal bir paytda ekilgan, bitta o'sha agrotexnik jarayonlar amalga oshirilgan. Endi biroz suv ortiqchaligiga chidamsiz ekanda. Suvga nimaroq sal. Endi mana o'ziz 30 sotiqqa birdan ekishga o'zingiz aytdingiz, hali risk qilishga, tavakkal qilishga ikkilandim dedingiz. Bir pachka ekib ko'rgansiz? Bir pachka ekdim. Men Samandar ukamiz risk qilib 40 sotiqqa birato'la yava ekanlar. Endi mana ekib ko'rib, nima xulosaga kelasiz? Xulosa inshaalloh bu yil mana shu urug'lardan ekamiz. Endi bu kasalga chidamli ekan, boshqa gibridlarga qaraganda ham hosildorligi yaxshi. Hosildorligi yaxshi. Birinchi o'chirda shu kasalga bularga 2 martada bir marta sepsak gibrid, bunga 2-3 martada bir marta sevaman-da. Chidamliroq ekan kasalga. Bu gibridga nisbatan kimyoviy ishlov berish ham ancha kam bo'ladi. Kam. Mana o'simlikni poyalari degan bo'lsak, poyalari ham mana o'ta mana baquvvat shakllangan. Har bitta o'simlar mana. Endi bular terma ancha bo'lgan. Poyasi o'zini ushlab turishi ancha mustahkam. Qarang, har bitta hosil shoxida hozir o'zida mana 4 tadan bor. Mevalar bor. Har bitta hosil shoxi. 15-mart dalaga ekilgan bo'lsa, birinchi terim jarayoni qachon boshlagan? Sonaga? May oyida. May oyidan beri. Mayda 5lari edimi? Mayda 5i bo'lsa, bu degani o'sha may, iyun, iyul, avgust, sentyabr 5 oy to'liq. Mana oktyabrda ham yarmigacha terim jarayoni bo'lyapti. Demak, Yava sizga ma'qul. Ma'qul. Sonaga Tojikiston hududidagi dehqonlarimizga ham bemalol tavsiya qilsak bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Bemalol olib ekaversin. Yaxshi, yomon emas. Hamma vaqtida qilsa nimalarini bo'ladi eksa. Yaxshi, katta rahmat qilish kerak. Katta rahmat Husan aka, Xudo barakasini bersin. Mana hurmatli kuzatuvchilar, real holat. Demak, tanlov qilish o'zlaringizda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalni kuzatishda davom etasiz.